O'zbek shou-biznesi olamidan yana bir xabar. Taniqli xonanda Munisa Rizayeva haqida hozirgina xabar keldi. Barcha tezda ogoh bo'lsin. Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbek va jiyahon shou-biznesi olamidagi eng tezkor va qaynoq yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklar ostiga bor yo'g'i bir donadan like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. O'zbek estrada yulduzi Munisa Rizayeva navbatdagi to'y xizmatlaridan birida ajoyib qo'shig'i bilan chiqish qildi. Uning sahnadagi harakatlari his-tuyg'ularidan kuylashni qanchalik sog'inganini his etish mumkin. His-tuyg'ularga boy ijro. Tadbir davomida Munisa Rizayeva "Xayolingman, xayoling" qo'shig'ini muxlislar uchun jonli ijro etdi. Uning betakror ovozi va ruhiy taronasi yig'ilganlar qalbini larzaga soldi. To'y muhiti va muxlislarning iliq munosabati. To'y mehmonlari Munisa Rizayevaning ijrosidan katta zavq oldi. Uning saxovatli tabassumlari va sahnadagi nafosatli harakatlari muxlislar qalbiga iliqlik ulashdi. Muhabbat va sog'inch tuyg'ulari bilan to'ldirilgan ushbu kuy Rizayevaning muxlislari uchun haqiqiy syurpriz bo'ldi. Munisa Rizayeva sahnaning yorqin yulduzi. Munisa Rizayeva nafaqat O'zbekistonda, balki xorijda ham o'z ijodi bilan muxlislar qalbidan joy olgan. Uning sahnadagi ishtiyoq bilan kuylashi, ijrosidagi samimiyat va his-tuyg'ular uni o'ziga xos qiladi. To'ydagi ushbu chiqish ham Rizayevaning muxlislari uchun unutilmas onlardan biri bo'ldi. Uning qo'shiqlari muxlislar qalbidan chuqur joy olayotgani, uning ijodiga bo'lgan muhabbat kundan kunga ortib borayotgani yana bir bor isbotladi.